Assalomu alaykum dehqon akalar, mana hozir biz uchuvga kelganmiz, uchuv postga. Bu yerda ko'rgani bu 5 gektarlik kontur. Mana ko'rishlarim mumkin, bu ikkinchi o'roq, birinchi o'roqni bo'lib ikkinchi o'rim holatiga kelgan. Bu kartamizga gektarga 1,5 kilodan 2 kg qilib berganmiz. 50 dan suspenziya sifatida. Mana ko'rishlarim mumkin, yaxshi natija bergan. Bidamiz yaxshi holatda. Oldilar 45-50 santiga kelib qolgan. Bu yerda 5-may holatida o'rilgan. Shunaqa. Endi oldi mana chala shu aytamiz, doim chala o'rmanglar. Endi bu gullaganlar bari chala o'rilganlar hisobiga bo'lib qolgan. Endi shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mazkur Qo'qon ifoda. Bir tekisda zo'r holat. Mana ko'rishlarimizga yerda zo'r yopgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar.